Bugun men mana shu o'rolchada keyingi 100 kun davomida yashab qolaman va keyingi 100 kun davomida men bu o'rolchani misli ko'rilmagan darajada kuchaytirib yuboraman. Agar qiziqqan bo'lsangiz, biz boshladik. 0-kun va men birinchi daraxt yig'ishdan boshladim. Daraxt yig'ib olgandan so'ng versak yasadim. Versakdan esa kirka va boltani yasab oldim. Va oldimda yurgan jonzotlarni sekin o'ldirishni boshladim. Undan keyin esa bir qishloqni uyini sindirayotgandim, keyin o'ylab qoldim va joyiga qaytarib qo'yay dedim. Tayyor uyku nima qilaman sindirib dedim va o'zimga boshqa shaxtacha topdim. Bu yerdan 3 ta tosh qazib, kirkam yangilab oldim. Va yana tosh qazishni boshladim. Undan keyin esa yig'gan ovqatlarimni pishirish uchun pechga yasab oldim. Pechkaga ovqatlarni pishirganini qo'yib qaytayotganimda shaxtamizda mavniga qo'y turgan ekan va uni men qitqib yubordim. Va pishgan ovqatlarni olib turib yana tosh qazishni boshladim. Va nihoyat yetarli tosh qazib olganimdan so'ng bolta ham yasab oldim. Va versakni sindirib pechkalarning oldiga bordim ovqatlarimizni olish uchun. Ovqatlarni olib daraxt yig'ishni boshladim. Bu paytgacha biz pechkalarimiz uje ishlab bo'lgan ekan. Va o'sha payt men mana shu yerga hamma daraxt chopib tashlayman dedim. Yetarlicha daraxt yig'ib bo'lgandan so'ng ovqat yeb turib qishloqlarning oldiga bordim. Va bekor kelmabman. Mana bu yerda temir tog'a turgan ekan, uni ham o'ldirib oldim. Bu temir tog'adan tushgan temirdan biz bolta yasab olamiz. Nimaga desanglar, kelajakda bilib olasizlar. Va ketmon ham yasab oldim, chunki oldimizda turgan somonlarni ham yig'ish kerak edi. Va ko'zimga ko'rgan somonlarni daraxtlarni yig'ishni boshladim kechgacha. Undan so'ng esa daraxtlardan tushgan ko'chatlarni terib oldim. Va mana bunaqa 2 blokli gullarni ham terib oldim. Nimaga desanglar, kelajakda kelib qolsa kerak deb o'yladim. Va yetarli narsalarni yig'ib olganimdan keyin bitta qishloqning uyiga kirib uxlayman deb ketdim. Lekin ne ko'z bilan qarayki, bu yerda yana somon bor ekan. Ichkari kirsam sandiq ham bor ekan. Sandiqni sindirdim va ko'chaga chiqsam bitta zombini kutib turgan ekan. Va men bu chaqiruvni qabul qildim va yutdim. Keyin hamma qishloqlarning uyiga kirib chiqdim. Bitta ham sandiq yo'qmi deb. Va yana bitta qishloqning uyiga kirmoqchi bo'lgan paytda mana yerda bitta skelet turgan ekan. Uni ham o'ldirib oldim. Va yana bitta qishloqning uyini loot qilib chiqqunimcha meni bu yoqda bitta zombi kutib turgan ekan. Va biz oldimizga creeper ham kelib qopti. Creeperni o'ldirib olib, yana ko'chatlarni tergani bordim, chunki yana tushgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Va hamma ko'chatlarni yig'ib olgandan so'ng bitta qishloqning uyiga kirib uxladim. Va bizda shu bilan birinchi kun bo'ldi. Birinchi kun tongidan men o'zimga to'g'riroq joy qidirdim va topdim. Ana shu yerdan men o'zimni bazamni qurmoqchi bo'ldim. Birinchi bo'lib sandiqni qo'ydim, chunki mening inventarimda juda ham kerak narsalar ko'p edi. Undan keyin esa pechkalarni va pechkani oldiga versakni ham qo'ydim. Va versakdan bir yo'li qilichni ham yasab oldim. Undan keyin esa yig'gan somonlarimizga bir stak non yasab oldim, chunki non zarar tegmaydi. Va qayg'a ham yasab oldim. Yo'lda temir tog'ani ko'rdim. Uni o'ldirib, undan tushgan temirlarga chelak yasadim va mana bu yerdan graviy degan narsa bor, shag'al. Shag'alni ham yig'ib oldim. Undan keyin uyga kelib daraxtlarda ko'chatlarni ekishni boshladim, chunki kelajakda bizning mega katta bazamizni qurish uchun juda ham ko'p daraxt kerak bo'ladi. Undan keyin yotoqni qo'ydim va mana bu yerdan temir kirka va zajgalka yasab oldim. Va kech bo'layotdi. Men esa uxlashga yotayotgandim.
Va bu narsa menga yaxshi o'xshamayotdi, ammo oxiri o'xshadi. Va ikkinchi kun tongi. Ertalab bo'lish bilan men to'g'ri qo'shni orollarga o'tishni boshladim. Do'stlar, agar sizga ham mana shu orolni sidi kerak bo'lsa, uni meni Telegram kanalimdan topasiz. Havola описаниеda. Qo'shni orolga kelganimdan so'ng bu yerda shakar qamishlar ham bor ekan. Va yo'limda bundan tashqari yana 3 marta shakar qamishlar chiqdi. Ularni ham yig'ib oldim. Bu yerda esa men lava topib oldim. Do'stlar, omadni qaranglar. Meni qo'limda zajgalkam bor edi. Va chelagim ham. Bir speedrunnerlarday portal qurmoqchi edim, lekin bu menga yaxshi o'xshamadi. Yaxshisi o'zingizlar ko'ringlar. Ha, mayli, ketdik. Boshqacha quramiz. Va nihoyat portalni qurib olganimdan so'ng menga xalaqit berayotgan toshlarni sindirdim va portalga kirdim. Va Nezerda biz yaxshigina joyda spawn bo'ldik. Birinchi bo'lib men atrofga qaradim, qayerda nima bor deb. Va bu yerga ketayotganimda bitta Ender aka turgan ekan. Ender akani o'ldirib oldim. Va Ender akadan bitta Ender ko'z tushdi. Bu yerda esa niqi chuqurlik bor ekan. Men mana shu yerdan qurishdim va o'tib ketdim. Va men to'g'ri mana shu tomon ketdim. Va men oddiy aylanib yurganimda mana bu yerdan bitta fortress chiqib qoldi. Va biz bu yerga kiramiz albatta, chunki biz mujikmiz. Fortressga kirganimdan keyin mana bunaqa Nether naroslarini ko'rib qoldim. Ularni ham yig'ib oldim. Mana bu yerda esa bitta ifrit ko'rib qoldim. Uni o'ldirdim va undan tayoqcha tushdi. Va fortressda boshdan oyoq loot qilishni boshladim. Nima ko'rsam shuni olurdim. Sandiq bo'lsa sandiq, narost bo'lsa narost. Va keraklicha loot qilib olganimdan so'ng mana bu yerdan ifritni o'ldirdim va undan ham yana bitta tayoqcha tushdi. Va men oxiri ifritlarning spawnerini topdim. U mana shu turgan joyimdan chap tomonda edi ekan. Mana shu yerda. Men hech qanday ekipirovkasiz kelganim uchun mana shunday devorlar qurdim. Va nega deb savol bersangiz, chunki do'stlar bu yerga oddiy o'yinchilar olmos bronyo bilan kelishga ham qo'rqishadi. Men esa hech qanday bronyosiz keldim. Do'stlar, yaxshisi siz o'zingiz qanday qilib men qiynalib 7 ta tayoqchani olganimni ko'ring. Va nihoyat yetarlicha bo'lgandan so'ng men uyga qaytishni boshladim.
Va Fortressdan chiqqanidan so'ng mana bu yerda zo'r bitta manhuntlardan zo'r narsa qildim. Nimaligini bilmayman, lekin menimcha zo'r chiqdi. Va mendagina bor yo'g'i bittagina ender ko'z bor edi. Shuning uchun men yo'limdan chiqqan endermenlarni o'ldirib boshladim. Do'stlar, yaxshisi o'zingiz meni uzoq davom etgan qiyinchiligimni ko'rishingiz ma'qul deb o'ylayman. Chunki bu oddiy narsa, lekin bu uzoq davom etdi. Va yo'limda mana bunaqa Nether daraxti chiqib qoldi. Nomini nimaligini bilmayman, lekin yig'ib olishga qaror qildim, chunki zarar qilmaydi deb o'yladim. Va oxiri men temir boltam ham sinib ketdi. Keyin o'zimni olmosim borligini ko'rdim va olmosni craft qilishni boshladim. Undan keyin esa men juda ham uzoq ender ko'zlarini yig'ishni boshladim. Do'stlar, ender ko'zlarini yig'ayotganimizni bahonasidan so'rab olaman. Siz Minecraftni necha versiyadan beri o'ynaysiz? Do'stlar, men bu ender ko'zlarini juda ham uzoq yig'dim. Nimagaligini bilmayman, lekin har bittasidan tushgani yo'q. Lekin oxirida 17 ta ender ko'z yig'dik. Do'stlar, menimcha bu kadrlarni tezlashtirganim ma'qul, chunki baribir hech kim qiziqmasa kerak. Qanday qilib men hamma endermenni bitta-bitta o'ldirganimni ko'rishdan. Do'stlar, men bu kadrlarning ovozini bekorga nolga tushirib qo'yganim yo'q. Chunki bu endermenlarning ovozi shunchalik balandki, quloq pardangizni yomon bilmayman og'ritib yuboradi. Va yetarlicha ender ko'z yig'ib portalimga qaytdim. Oddiy olamga qaytganimdan so'ng atrofga qarasam, uje kech bo'lgan ekan va tinchgina uyimga borishga qaror qildim. Va tinchgina orolchamga qaytdim. Va orolchamga kelganimdan so'ng bitta randomli uyga kirib, qishloqning uyida uxladim. Bu yerda esa men qanday qilib Temir tog'amiz zombilarni o'ldirganini ko'rdim va uxlab oldim. Bizda esa 4-kun tongi. Bu yerda esa men zombi qishloqidan sabzi tushirib oldim. Omadni qaranglar do'stlar. Va bazamga qaytib hamma narsamni joylashtira olmoqchi edim, lekin menga sandiqlar yetmadi. Shuning uchun yana bitta sandiq craft qildim. Narsalarimni yig'ib olganimdan so'ng men atrofdagi ekkan daraxtlarimni sindirishni boshladim, chunki daraxtda ko'pi bo'lmaydi. Va bazamga qaytib borib shakar qamishni oldim. Shakar qamishni olib ekkan ketayotgandim, lekin bu uchun отдельно kattaroq bitta ferma qilaman dedim. Va bazamga qaytib bordim, bitta olmos lopata yasadim. Va mana shu yerdan biz o'zimizning fermamizni qilsak bo'ladi. Birinchi bo'lib mana shu yerni to'g'rilab olishimiz kerak.
Do'stlar, agar siz videoni mana shu paytgacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga olov deb yozib qo'ying. Do'stlar, biz esa shu rolcha survival videosini birinchi qismini tugatamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing va Telegram kanalimga ham obuna bo'ling.